Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana yana zota katulimizni montaj qilib o'rnatdik. Yoqqanimizga hali ko'p bo'lmadi, endi yo'qildi. Bu katulni Namangan shahar Go'zal mahallasiga o'rnatdik. Bu ob'yemi 220 kvadratlik katul. Bu joyda ko'rish mumkin. %20 kvadrat. Hop, bu relay hozircha ishlamaydi, sababi gazga ulangan. Hozir gazda yonyapti, chunki Go'zalda gaz bor. Favqulodda holatda garajini olib tashlab, ko'mir yoqilsa, bu relay avtomatik gradus ligirovka qiladi. Misol aytgan gradusimizni ligirovka qiladi. O'zi mana joyda ko'rishimiz mumkin. Bundan so'ng mana relay ko'tarilib tushadi. Shunda mana bu joyda mana eshikni ko'tarib tushiradi. Havo yaxshi kirsa, ko'mir tezroq alanga oladi va gradusni ko'taradi. Isib ketsa, havoni yopadi. Havo kamroq kirsa, ko'mir yonishi ham sekinlashadi. Hop, bu samotok deyiladi. Kimdir endi tushunadi yoki yo'q tushunmaydi. Buni oldin o'sha SSR davrida qilingan sistemadagi qilingan. O'y egalarida talab shunaqa bo'ldi. Chunki katolini bir bezopasniy bo'lgani bilan bilib bo'lmaydi deb xavfsizlik nuqtai nazaridan samotok qilib, sirkulyatsiya motor ishlamasa ham yana ishlayveradi. Bundan oldingi o'rnatgan ikkita katolimizda UPS qo'yib bergandik. Svet o'chib qolsa, UPS avtomatika bu sirkulyatsiya motorimizni ishga solib, katol qaynab ketmaydi-da. Isishda davom etaveradi. Ko'mir yongan holatda. Endi bu yerda UPS qo'yilmaydi, balki men keyinchalik qo'yilar. Bu samotok bo'lgan. Tepada rashetli bachog'am qilingan. Mana dimoxotimiz 2 qavatlik izolyatsiya. Orasida minovata bor. Bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. Ichida asosiy dimoxot 100 lik, obshipkasi 200. Obratga kelib ulanyapti. Hop, gradusimiz mana endi ko'tarilish boshladi. Boshlanishda issiq. O'zi mana iloqdan o'tdi o'zi. 50 gradus. Qo'l chidaydi, lekin ko'p ushlab turib bo'lmaydi. Bu joyni keyinroq izolyatsiya qilib qo'yamiz yana. Bu yog'i tomga chiqib ketgan va shu radiatorlardan qaytib yana tushgan. Shu ozgina qismi plastik issiqligi egilib ketmasligi uchun ozgina joyni temir qilib qo'yilgan. Bu joyda misol ko'mir saqlashimiz mumkin. Bu joyda ko'mir yoqilaveradi keyinchalik. Qishga tayyor holatda. Endi hozir tomlarni ham ko'rsatamiz. Bu joydan tomga chiqib ketgan. Buni dimoxoti shundoqki sharti shoverga olgan holatda o'rnash kerak. Har tarafdan tekis bo'lishi kerak. Обязательно двойной izolyatsiya bo'lishi shart. Dimoxot ham issiqlikni saqlab turishi kerak. Bu joydan mana podajga chiqib bu tomonga ketyapti. Mana joyda uklon qilib ko'tarilib ketgan. Endi biz ustamiz, blogerimiz. Shuning uchun videoni endi qanchalik olibdimiz bilmaymiz, to'g'risi. Qo'ldan kelgancha
tushuntirishga harakat qilaman. Har bitta xonaga, radiatorlarga podacha tushib ketgan. Bunga uklon bergan holatda mana tekis qilib tushib ketilgan. U boshdan bu bosh 25 sm uklon berdik. Suvning yurishi yaxshi bo'lsin va havo sistemada umuman qolmasligi kerak. Eng asosiysi sistemaga havo kirib qolsa, u sistema qanaqa katal qo'shingizdan qat'iy nazar isitish yaxshi bo'lmadi. Mana расширительный bachogimiz. Bu tom endi haqda radiatorlar bor, endi joyga kira olmaymiz sababi xonadon egalari bor. Mana bu joydan ham mana radiatorga tushib ketgan. Tak, mana bu tomondan ko'tarilib turib bu yerga kelgan, bu yerdan yana aqab pasayib ketgan. Eng cho'qqi mana shu baland joy расширительный bachok. Hozircha suvni ko'p to'ldirmadik. Mana ozmoz bor suv. Sababi suv isiganda kengaydi va litr hajmi ko'payadi. Buni keyinroq isigandan keyin yana ligrovka qilib qo'yaman. Bu joydan ham radiator pastga qarab tushib ketgan. Bundan oldingi zota katolini bittasini Namangan shahar Sumalak mahallasiga qo'yganmiz. Bu yerda 100 ko'zlik UPS va ko'mirga moslangan. Va yana bitta Bahor kinoteatri orqasidagi mahallada qo'yib berganmiz. Namangan shaharida. Joyda chiqib ketgan bu zona obratga qaytib kelgan. Hozircha gaz borligi uchun gazda yonyapti bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik bu joyda mana ko'mir so'lib, bu eshigini ochganingizda ko'mir cho'q holatda bu tomonga tushib, haligi texnika bezopasnost tomondan zaychda qilib qo'ygan zavodskiy o'ziniki. Bu kulxona, hozir garilkani biz kulxonaga qo'ydik. Garilkamiz ham samodelnik garilka emas, zavodskiy. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu gaz juda unaqa balanddan emas lekin asosiysi bu. Bu yerda yana qo'shimcha mana bu nima deyapman, mana haliga rashotka deymiz, haliga kulxona. Ko'mir ushlab turadigan rashotkamiz ichida ham suv yuradi bunda. Nariga 180 yoki 200 kvadratlikda bunisi oddiy chugun bo'ladi. Mana bu rashotka. Mana 60 gradusga chiqdi yoqilganiga. Hop 10 minut bo'ldi. Suv muzdak. Bugungi chislar 3-oktyabr 2025-yil 3-oktyabr. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu katol hozir qo'yilmadi, to'g'risi. Bu katol hop bu yil 3-yili ketadi. 2 yil shu katol chiroyli xizmat qildi. Oldin bu joyda bo'lgan. Bu xona qayta remont qilinib, joyini o'zgartirildi va montajga ham oz-moz o'zgartirish kiritildi. Xudo xolasa 2 yil chiroyli xizmat qildi. Mana 2 yildan keyin katol holatini ko'rib turibsiz. O'yga egalari juda ham xursand katoldan. Biz buni chiroyli qilib mana yana qaytadan o'rnatib qo'ydik. Xudo xolasa qishdan qiynalmasdan chiqib olishadi. Gaz borligida gaz yo'qoladi. Gaz yo'q bo'lsa, endi bu joyga endi o'tin ko'mir kirib qo'yilsa, shuni nima qilinadi? Yo'qoladi. Sirkulasiya motor shart emasda, lekin qo'shimchasiga kuchaytirilgan holatda biz yana motor ham qo'yib qo'ydik. O'zi shu bo'lmagan lekin nima qotdi? Mana issiq, lekin qo'l qo'ydirmaydi. Bu birinchi qavat, endi o'ta issiq.
bu joyda mana nima turligirovka qilish ham mumkin. Kattaroq qilasiz, kichikroq qilasiz. Nima tortishini ligirovka qiladi bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hop shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Namangan shahar bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Biz YouTube'ga, Instagram'ga qo'ydik. Ikkitalar Toshkentdan ham aytishdi, ehtiyot Toshkent shahardanmiz deyishdi, yo'q biz Namangandanmiz deb aytdik. Shuning uchun aytib qo'yamiz. Namangan shahar uchun va tumanlarga ham o'rnatib berishimiz mumkin. Xudo xolisa kelishib, chiroyli qilib, asosiysi bizga sifat, birinchi o'rinda sifat. Hop, bizda yana qo'shimcha xizmatlarimiz bor. Hop, elektr svarka, avtogen va santexnika xizmatlarini sifatli holatda bajarib beramiz. Xudo xolisa.